K-popper in your area. Annyeonghaseyo K-popperlar, siz bilan K-pop News kanali va bugun sizlarga butun dunyo kutayotgan yangiliklarni aytib beraman. BTS qaytmoqda. 26-yil bu guruh uchun eng muhim yil bo'lishi kutilmoqda va men sizlarga ularning 5 ta eng shov-shuvli rejalarini ochib beraman. Oxirgacha tomosha qiling, eng qiziqarli faktlar faqat bizda bo'ladi. Armiylar kutgan kun keldi. 2025-yil oxirida barcha a'zolar Jin, J-Hope, Suga, RM, Jimin va Jungkook o'z xizmatlarini yakunladilar. 2026-yilda esa BTS to'liq guruh sifatida qaytishini e'lon qiladi. Bu nafaqat fanlar uchun, balki butun K-pop tarixi uchun burilish nuqtasi bo'ladi. Hamma BTS qaytadimi yoki yo'qmi deb o'ylaydilar. Ha, ular qaytmoqda. Keyingi katta yangiligimiz bu yangi albom haqida. Insiderlar aytishicha, BTS 2026-yil bahorida ulkan albom chiqarmoqda. Ularning kompaniyasi hozircha sir saqlamoqda, lekin fanlar turli nazariyalarni tarqatdi. Ba'zi armiylar bu albomni armiylar uchun sovg'a bo'ladi desa, boshqalar uni BTS tarixidagi eng qudratli hip-hop qaytishi deb hisoblamoqda. Siz tasavvur qilyapsizmi? Bankdan qo'shiqlari, yangi kliplar va albatta rekordlarni yangilash. Agar videomizning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldirib keting. Hammaga tomosha qilganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosing. Hammaga xayr.